Bugungi kelgan zakazlarim sizlarga ko'rsatmasam bo'lmaydi. Har doimgidek nakladdan ishimiz qonunligini bildiradi. Va bitta klientim 4 ta unisi dezodorantdan 4 ta bunisi dezodorantdan qilib olishdi. 8 ta olishdi obshi. Chunki bu dezodorantlar juda ham zo'r apa. Bitta surtgandan keyin terlatmaydi hamda shirin hid kelib turadi deyishdi. Juda ham yaxshi ko'rsatgan. Jardani Gold'dan 4 ta, Miss Jardani Gold'dan 4 ta qilib olishdi. Obshi 8 ta olishdi. Bittada chunki ancha oqtarib turib topolmabdilar, mendan topdilar. Va doimgidek klientimga SPF 50 уже 4 ta olishdi. Ular ham oilaviy ishlatishadi. SPF 50 sizni yuzingizga tushib turgan dog'larni ochartirib beradi hamda siz yuzingizga quyoshdan zarar yetmasligi uchun, quyoshdan yuzingizga dog'lar tushib ketmasligi uchun har doim SPF 50 ishlatib yurishingiz shart. Koreyada 1 yoshdan boshlab to o'sha qariganlarigacha 100 yoshgacha ham yoki juda ham ko'plab insonlar shu yuzlariga SPF 50 ishlatib yurishadi. Quyoshdan himoyaga hamda ular qishin yozda ishlatishadi. Shuning uchun ularning yuzi tiniqroq bizga nisbatan, chunki har doim yuzlarini atrof muhitdan, quyoshdan, sovuq havolardan, hamma narsadan, zararli narsalardan yuzlarini himoya qilib yurishadi shu SPF 50 bilan. Shuning uchun SPF 50 doimo ishlatinglar deyman, o'zim ham ishlataman. Va bu ikkitasi ham zakazga va qo'limda bittagina quyoshdan kuyib ketgan tanalarni davolab beruvchi shunaqangi 150 mg bo'lgan kremimiz bor. Bu ham juda ham zo'r. Ko'pchilik cho'milishga borgandan keyin tanasi kuyib ketadi. Mana shu tanani kuydirgandan keyin qizarib achishni boshlaydi. Shunaqangi payt shunaqangi kremdan foydalanish kerak bo'ladi. O'sha yuzinglar, badaninglar kuyib ketsa, shuni davolab beradi bu krem. Juda ham zo'r. Bugungi zakazlar mana hammasi chiqib ketyapti. Bundan tashqari mana shu 8 ta dezodorant bilan 2 ta SPF 50 uyda o'tirgan holatda shunaqangi kosmetikalar sotib ham biznes qilsangiz bo'ladi. Agar siz shu biznesga qiziqib turgan bo'lsa, menga aloqaga chiqing, o'rgataman.